hozir kuzatyapmiz. Asosiy bu qarang, juda pachoq bo'lib ketgan avtomobillarda. Bu avtomobilni shu yo'l harakati hodisasiga sifat darajasi qanchalik moslab chiqilgan degan savol bor-da, to'g'risi. Bitta ko'rdim, 06 mashinasi bilan to'qnashgan joyi bor ekan, lekin o'sha ilgarigi ishlab chiqilgan shu 06 oddiy tilda aytganda mashina bilan Nexia'ning to'qnashuvida e'tibor berayotgan bo'lsak, Nexia juda ham ko'p darajada nima deydi, pachoqlanib ketgan, oddiy aytganda. Ya'ni bu ishlab chiqaruvchilar, bizning monopolistlarimiz bo'lgan mana UzAvto Motors mashinalari hammasi bunday qarasangiz, bu odamning sog'lig'iga qanchalik bu hisobga olingan buni nima sifati. Bu temirning qalinligi qancha o'zi, nega buncha buklanib ketyapti bu? Mana shu savollarga kechirasizlar. Birinchi navbatda biz avtomobil ishlab chiqaruvchilarni ham oldiga qo'yaylik. Ular faqat tezlikni oshirish uchun anaqani ustida ishlayvermasin-da, mana odamlarning sog'lig'iga qanchalik bu zarar keltiryapti. Hozirgi kunda bizda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarda xavfsizlik bo'yicha hech narsa ish qilinmagan degan narsaga men mutlaqo qarshiman. Avvalgi ishlab chiqarilgan masalan Jiguli avtomobillarida, Moskvich avtomobillarida xavfsizlik kamarlari avtomatik ravishda innovatsion tartibda insonning tanasiga moslashtirilmagan. Hozirgi bizda ishlab chiqarilayotgan avtomobillarda u avtomatik ravishda insonni tanasiga o'zi moslashadi. Ikkinchidan, avvalgi avtomobillarning ichki qismlari hammasi metaldan tayyorlangan bo'lgan. Passiv xavfsizlik degan narsa bor. Ya'ni avtomobil to'qnashganda avvalgi Moskvich, Volga yoki misol uchun Jiguli avtomobillarida metal qalin bo'lganligi bilan u uchli bo'lib insonni kabinasiga qarab o'sha pichoqsimon bo'lib kirib kelgan. Hozirgi avtomobillarimizda ko'proq plastmassani ishlatishimiz sababi bu avvalambor o'sha xavfsizlik tizimi, ya'ni u sinib ketsa ham lekin insonga kamroq tan jarohati olinishi maqsadida qilingan. Lekin bu narsada yo'q. Men ideal deyotganim yo'q. O'sha kompaniyadamisiz, zavodda ishlaysizmi, qayerda ishlaysiz? Men mutaxassisman. O'sha zavodda ishlaysiz, to'g'rimi? Siz avtomobil konstruksiyasini bilasizmi? Men bilaman. Men ham bilaman. Siz Moskvich bilan hozirgi Cobalt'ni, siz hozir aytyapsiz, Jigulini taqqosladingiz hozir. Jigulini taqqosladingizmi? Jigulini metali ko'ring. Qalin. Hozir nimaga Jiguli bunchalik pachoq bo'lib ketdi? Nimani hisobiga avtomobilni? Siz mana yangi mashinalar bunchalik pachoq bo'lyapti. Tejamkorlikni biz nimani hisobiga erishamiz? Mana qarang, siz aytayotgansiz, metalni o'rnini bosuvchi metal odamni o'ldirmas ekanda nima bo'ldi? To'ppa-to'g'ri. Ilgari odamlar temir o'ldirgan bo'lsa, hozir plasmas o'ldiryapti. Nima farqi bor? Yo, bu narsa avtomobillaringiz agar shunchalik yaxshi chiqayotgan bo'lsa, nimaga haligacha odam o'lim xavfi ko'payib boryapti? O'lim butun dunyoda yuqori tezlik bo'ladigan bo'lsa, nimaga bizda avtomobil saqlab qola olmaydi? Siz mana qarang, o'sha mashinalaringizchi boshqa chet ellik mashinalar bilan solishtiring. Men solishtiraman. O'zingiz ana kamchiligingizni yopishi o'rniga siz faqat bizniki yaxshi. Munosib ochib qo'yinglar bo'lmasa. Biz izlanayapmiz, lekin bu narsa siz izlanishingiz oqibatda qachon o'lib ketyapti. Siz haydovchilarning madaniyatini to'g'irlashingiz kerak. To'xtayman, bitta narsani aytaman. Sizdagi avtomobilni to'g'irlab qo'yishni ishlang. Siz inkor eta olasizmi shu narsani? Mana qarang. Haydovchi xavfsizlik kamarini olib turib, hamma yoqni yopib tashlagan. Meni fikrimni eshiting. Yana turib olib bizniki zo'r deysiz. Haydovchi mard bo'linglar sizlar. Haydovchi avtobromda ishlamaydi. Haydovchi shu odam o'sha Men avtomobil yo'llar institutini bitirgan mutaxassisman. Biz avtomobil konstruksiyasini o'rganganmiz. Avtomobilni nimaligini tushunish uchun institut shart emas. Taqqoslay olamiz. Endi bitta narsani aytayman birinchidan. Bitta narsani aytayman. Haydovchilarimiz tomonidan. Mana qarang, avtomobilni nimaligini tushunish uchun odam oliygohni siz aytgan institutni bitirish shart emas. Tushundingizmi? Haydovchi sifatida o'tirib ham bilasiz. Avtomobilni nimasi xavfsizlik jihati qanchalik talabga javob beradi yo'q. Agar siz shunchalik deyotgan bo'lsangiz, davaychi keling bir xil hammaga yondashaylik. Nimaga arzon avtomobillarda xavfsizlik yostiqchalar boshqalar chiqmaydi? Damazlarda boshqalarda faqat qimmatiga chiqarasizlar. Go'yoki arzonida odam haydamaydi, faqat qimmatida odamlar yuradi. Yo, arzon mashina olgan odamning qadri yo'qmi? Nimaga bir xil yondashmaysizlar? Tekin xavfsizlik kamarini ham taqmayapti-ku haydovchilar. Bunda mana qarang, xavfsizlik kamaridan tashqari yostiqcha degan narsa bormi? Buni haydovchining o'rindig'i bor, odamlar haydovchining o'rindig'i. Shuni orqa tomonidan bunda o'tkazib avtomobilni aldaydi kerak bo'lsa haydovchilarimiz. Nomardlar o'sha kompaniyang ham boshqa ham. Keling, hozir bilaman. Bu yerda gap inson hayoti haqida gap ketyapti. Umuman mana so'nggi paytlarda yo'l transport hodisalari uni yechish o'rniga men qo'shilmayman. Birinchidan unaqa hech kim 100% javob beradi degani yo'q bu yerda. Men aytdim, solishtirib ko'ringlar dedim. Shu tegib ketyapti-da. To'g'rimi? Solishtirib ko'rdik. Mana solishtirib ko'rdik. Solishtirib bu bilan solishtiring.
Mercedes bilan solishtiring. siz BMW zo'r bilan bo'lsa Toyota bilan solishtiring. solishtiriladi. Solishtiring. Sekin Solishtiring. chiqamiz, Qachon xudo sekin xohlasa sekin? izlanyapmiz. 30 yil yana qancha odam bo'lsin? Izlanamiz ham, Ey, qilamiz ham, Orzaga xudo xohlasa. keling, mana Mard shu bo'lsanglar qilinglar, bo'lmasa Rasul qilmanglar. aka, men oxirgi paytlarda aynan shu yo'l transport hodisalarining keskin oshishiga yana nimalar sabab bo'lyapti? Shu haqida bir Qat'iy ravishda aytaman. Ongli tezlikni ravishda gapirdik haydovchilarimiz amal qilmayapti. Ya, Mana o'zim haydovchiman. To'xtab turing, mani fikrimni bo'laverasiz. Bo'laman. Haydovchilarni to'xtab boshqa turing, narsadan aytmayapsiz. hop gapirib oling. Mana shu yo'l transport Hozir men gapirib hodisalari olaymi? Noto'g'ri gapiryapsiz. Siz Men yo'lni labbislik qilyapsiz bu yerda. Yozilmagan joyda Tushundingizmi? Siz avtomobil zavodiga ham qo'yib bera olasizmi talab? Baraka topkir, hammaga bir xil yondosh. Mana avtomobillaringni mana shunaqa yo'l transport hodisasi sodir bo'lganda insonni hayotini saqlab qolish bo'yicha imkoniyatlarni yana ham oshirgin deb siz bitta biz masalani qo'yib uni eshitmasdan turib hammasini fuqarolarga ayblayapsiz, ana bitta monopolist himoya Men qilyapsiz. sizga yaxshi tomonlarini tushuntirib Men berdim-ku. sizga yo'lini aytib beryapman. 3 ta yaxshi Uchta. tomonini. Mana sizga oddiy misol. Nima uchun bo'lmasam o'sha mamlakatlarda bizlarda o'sha ishlab chiqarayotgan avtomobillarimiz xaridorgir emas. Nimaga? Agar hammasi zo'r bo'lsa, sifat talablariga javob bersa, boshqa bo'lsa, nimaga o'sha yerda o'zini hayotini qadrli deb biladigan, nisbatan ustun biladigan mamlakatlar ham buni olmayapti? Mana sizning savolingizga bitta javob. Ikkinchisi, mana to'qnashuvlarni ko'ryapmiz. Biz xohlaymizmi, bizni bozorimizda mana shu avtomobillar o'zimizniki, chunki monopoliya qilib olganmiz-ku. Sun'iy ravishda boyish kerak. Mana qilib olgan, mana shuni oqibatda ko'ryapsiz, yo'l transport hodisalari sodir bo'layotgan avtomobillar asosiy qismi ham bularga to'g'ri keladi. Siz ayting o'sha monopolistlarga. Mayli bozorni egallabdi, qilyapti, lekin shunga yarasha odamlarni rozi qiladigan sifatda ham qilib bersin. Biz qachongacha ularga aytishimiz kerak? Qachongacha sen mana bu sifatni to'g'rilab qo'y desa, qarshi ketadi odamlarga. Qachongacha bir taklif berganda o'shani bu taklif haqiqatan to'g'rimi, balki to'g'ri bildirayotgandir odamlar deb qachon eshitishni boshlaydi? Biron marta bir shuncha taklif boshqa bildirilgan bo'lsa, biron marta shu obyektiv qabul qilib, ha, haqiqatan bu sifat ustida ishlashimiz kerak. Mana buni sifatli qilyapmiz, boshqa degan narsani hech keltirmagan. Qachongacha? Biz bu yerda O'zbekistonda shuni sotib olayotgan odamlar chet eldagidan kam pul to'lamayapti-ku, kam mehnat qilmayapti-yu. Lekin bitta transport hodisasi nimadir bo'ladigan bo'lsa, ko'ryapsiz qanchalik anaqa qilib ketgan. Buni oddiy ana mashina haydamaydigan odam ham biladi. Hozir haqiqatan sifat nuqtai nazaridan olsangiz, ancha nisbatan nima deydi, talabga javob bermaslik. Men 100% demoqchi emasman. Faralarni ko'rsatkichi oshgandir boshqa. Bu hammasi zamonaviy texnologiyalar umumiy jahon bo'yicha rivojlanib borishining natijasida bo'lyapti bu. Bitta O'zbekiston rivojlanib ketib qolib avtomobil qolgan dunyo qolib ketdi emas. Umumiy shu progress ta'sir qilgan. O'shandan foydalanib yaxshi chiroyli qilish imkoniyati qilyapti. Lekin nimaga boshqalar qilayotgan yaxshi tomonlarni ham qilmayapti? Xavfsizlik kamarini qo'yib qo'y, nima, yostiqchasini qilib qo'ysin hammasiga. Qalinroq qilsin bo'lmasam, sifati javob beradigan qilsin. Sal bitta qattiqroq nima qilganda damazlar ketmasin mana bunday ag'darilib. Mana ko'rayotgan holatlarimiz o'sha xulosa chiqarish uchun zamin bo'lishi siz kerak. qabul qilmayapsiz. To'g'ri, endi bu ham inovatchilarga ham qilmaganingizdan keyin men fikrimni aytyapman. Himoya qilyapti deyman. Himoya qilmayapman. Men haydovchini ham bu yerda mas'uliyatini oshirish kerak deyapman. Bizga o'ynayapsiz hozir. Keling endi man sizlarga mana hozir aka yoqmasa chiqib keting. Keling. Siz o'zingiz Rasul aka. Boring chiqib keting, yoqmasa. Men sizga fikrimni aytaman. Rasul aka. Siz monopolistlar yonini oladigan lobbistsiz shu yerda. Keling. Fuqarolar yonini oladigan emas. Rasul aka. Qachon fuqarolar yonini olishni boshlaysizlar o'zi?